Amir avtosavdo kechki bozorda avtomat korobka Spark arzonroqdan so'ragan akalarimiz uchun 2015-yil 89 ming kilometr masofani bosib o'tgan 1 yevro avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Nexia 3 diska balonlar qo'yilgan. Salon holatlarini akalar ko'rsatib chiqaman. Salonlar zo'r, akkuratli holat turibdi. Sizning holatlar ham urinib ketmagan, ko'ringlar solingan. Avtomat korobka 89 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Video registratorlargacha ham qo'yilgan. Hali gaz o'rnamagan mashina benzin holatda akalar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Generalniy deysizlar, оформить deysizlar, sizlar xohlagan dokument. Okalar kraskasiga keladigan bo'lsa, 30-40% yuzak kraskalar bor ekan, oldi orqalari zo'r deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirtirib, preyerga qildirib olaverasizlar okalar. Narxini sizlar maza qilib minishing uchun bo'ladigan narxi faqat oxir deyaptilar. $5200 bu holland, $5200 ga 2015-yil 89 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor 1 yevro avtomat korobka Spark mashinasi. Egalarning bilan qo'ldiraman, telefon qilib barik qilishingiz mumkin.